Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyimizni başlayımız. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizda aral yasash, qurilish qilishni to'xtatishga chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 11-ayning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi chorshanba kuni Jungo hukumatining Janubiy dengizda egilik huquq talab qilib, elib berayotgan aral va xadatashlar yasash qurilishini to'xtatishni chaqiriq qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz Janubiy Jungo dengizda egilik huquq talab qilgan barliq davlatlarning jiddiy vaziyatni pasaytish uchun amaliy tadbir qo'llanishiga ilhom beramiz. Biz egilik huquq talab qilgan har qaysi taraflarning o'zaro Janubiy dengizda har qanday aral yasash harakatlarini, yangi qurilish turlarini hamda qadam-qadam harbiylashtirish faoliyatlarini to'xtatishni umid qilamiz. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongli apandi mundaq ko'rsatdi. Jungo, Janubiy Jungo dengizda aloqador va munosabatlik aral va xadatashlarda ommaviy qurilishlarni ko'paytirib qurib, bu rayondagi davlatlarga ommaviy mulozimat qiladi. Qarang, bu gapdan chiroylig'i qani. Bayonotchi Xongli yana mundaq ko'rsatdi. Jungo yana ayrim bir qism arallarda zaruriy mudofaa aslahalarini qurdi. Bundaq deganlik, demak, bir qism arallarda Jungo o'zi yasagan arallarda mudofaa aslahalari degan gap, bu arallarni harbiylashtiramiz deganlik bu emasmi? Albatta harbiylashtiramiz degan gap. Bundan burun Jungoning Muavin tashqi ishlar ministri Liu Jianmin Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida o'tkazilgan Sharq Janubiy Osiyo davlatlari yuqori darajaliklar yig'inida Jungo Janubiy dengizda xadatash va aral yasashni harbiy aslahalarni qurilishini davomlashtirdi. Demak, Jungoning maydoni joylik bilan shunday ifodalangan bo'lsa, Jungo demak Janubiy dengizda kengaymichilikni yana davomlashtirdi degan so'z. Undaqda Janubiy dengiz bu dengiz yuzining yoki bu sohaning vaziyati qanday jiddiylashidir?